Allah'ın El-Aziz degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa Ustaz Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim ve sünnet nuru aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri haqidagi dersliklerinden Allah'ın El-Aziz degan ism sifatlari haqida to'xtalamiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın El-Aziz degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allah'ın El-Aziz degan sifati Qur'onda 92 yerda tilga ilingan. Sura Al-Imron 6. oyatida u sizlarni bachidanlarda, ya'ni onanglarning qo'sig'idagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Al-Aziz buning ma'nosi o'xshi oz uchraydigan qadr qimmatli narsaga qartildi va shuning bilan birga manfaati ko'p bo'lishi bilan ehtiyoj nihoyatda kuchli bo'lgan. Shuning bilan birga erishish, ya'ni ko'rish nihoyat qiyin bo'lgan narsa arab tilida al-aziz deyiladi. Mana bu uch sifat jamlanmasa al-aziz ismi ishlatilmaydi. Dunyoda ba'zi narsalar borki nihoyat oz uchraydigan, lekin ko'p qimmati bo'lmagan, manfaati oz bo'lgan mundaq narsa al-aziz deb atalmaydi. Ba'zi narsalar borki bek qimmatlik, e'tiborliq, manfaati ko'p, o'xshi tepilmaydi. Ammo buningga erishish va ko'rish qiyin emas. Masalan, oftobni desak, o'xshi bor, manfaati ko'p, ammo ko'rish oson. Buningga al-aziz ismi ishlatilmaydi. Uchili ma'nini jamlig'ichi zot Alloh subhanahu va taolodir. O'xshi mutlaq bo'lmagan, yagona, ya'ni o'xshining bo'lishi mumkin emas. Allohning yagona ekanligi shu darajadaki, uning o'xshishining bo'lishi ham xiyoliga kelishi mumkin emas. Endi al-aziz sifatidan bandaning oladigan ulushi shu bo'lish kerakki, Allohning bandalarining ichida aziz kishilar bor. Ular kimlar? Allohning bandalari o'zlarining eng muhim ishlarida hamda dunyoviy saodatlarda Allohning bandalari muhtoj bo'layotgan kishilar aziz bandalar hisoblandi. Bular oz uchraydi. Bu martabalar payg'ambarlarga nisb bo'lgan. Ular aziz kishilardir. Kishilar eng muhim ishlarda ularga muhtoj bo'lib qoladi. Dunyoviy saodatlarda payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan elib kelgan yo'lga muhtoj bo'ldi. Saodatga erishish uchun ular payg'ambarlarga muhtoj bo'ldi. Allohning aziz bandalari payg'ambarlar va ularning zamonida ularga ergashgan xulafa-i roshidinlar va ularning yo'llarida mustahkam turgan zotlar va shularga ergashgan mu'min o'limalardir. İzzat, aziz bo'lish Allohga va Allohning elchisi payg'ambarlarga va Allohning yo'liga iymon keltirgan mu'minlarga xosdir. Ana shu izzatlik martabasida bandaning oliy bo'lishi, xalqni to'g'ri yo'lga yetaklashga e'tibori qancha cho'ng bo'lsa, izzatdan oladigan ulushi shuncha cho'ng bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Al-Imron surasi 26. oyatida aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga padişahlikni bersan,
xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Sura Munafiqun 8-oyatida ular, ya'ni munofiqlar, Madinaga qaytsak eng aziz odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay va munofiqlarning o'zlarini demakchi. Eng xor odamni, ya'ni Rasulullohni mu'minlar demakchi. Madinadan chiqarib yetdi deyishdi. G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'alabaning Allohning dushmanlariga emas, do'stlarga mansub ekanligini bilmaydi. Sura Fussilat 41-oyatida shubhisizki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Shubhisizki Qur'on g'olib kitobdir. Sura Al-Hajj 38-oyatida Allah mu'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Allah har qanday xiyonatchi, noshukr bandani do'st tutmaydi. Sura Saffat 180-oyatida qudrat egisi bo'lgan Rabbing ularning sifatlaganlaridan pokdir. Sura Fatir 10-oyatida kimiki dunyoda sharaf izlaydigan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni Allohdan tilasin. Yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'taradi. Payg'ambarga qarshi hiyla mikrlarni tuzadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularning hiyla mikri ishga oshmaydi. Sura Nisa 139-oyatida ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutadi. Ular kofirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. İzzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Sura Maida 54-oyatida ey mu'minlar, sizlardan kimiki murtad bo'ladi ekan, Allah uning o'rniga, Allah ularni do'st tutadigan, ularmu Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'ynadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Allah uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilgichidir. Sura Hijr 88-oyatida ba'zi kafirlarning biz bahriman qilgan narsalarga ko'z solmagan. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagan. Mu'minlarga kamtar bo'lgan.